Kalson atrofidan bir xonali kvartira bo'lsa bitta ko'rsatingchi deganlar uchun mana ko'rib turibsiz, bir xonali kvartirani obzorga kelganmiz. Shundoqqina mana katta eshigimizdan kirganimizda ikkitalik eshigimiz bor. Bittasi temir eshik, mana ikkinchisi esa ichkaridagi eshigimiz bo'ladi. Ko'rib turibsiz, prixoshkalarimiz yaxshi holatda, juda unaqa katta ham emas, kichkina ham emas holatda. Kirganimizda chap qo'limizda ko'rishingiz mumkin, hojatxonamiz bilan yuvinishxonamiz bitta qilingan ikkalasi. Mana ko'rib turibsiz, o'rtacha holatda bu joylarimiz ham va bundan kirganimizdan keyin o'ng qo'limizga o'tadigan bo'lsak, o'ng qo'limizda mana bunaqa chiroyli holatda zal qismimiz kutib oladi. Ko'rib turibsiz, zal qismimizda отоплениyalarimiz bor, shahar отопленияsi ulangan, yaxshi holatda oynalarimiz akfa qilib qo'yilgan va bundan tashqari ko'rib turganingizdek jalyuzi pardalarimizni ham ilib qo'yishgan. Endi esa bundan o'tadigan bo'lsak, shundoqqina kelib ko'radigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz, oshxona qismimizga kelamiz. Oshxonamizda mana bu narsalarimiz, jihozlarimiz hammasi qoladi. Gaz, suv, svetdan muammolari yo'q. Faqat to'lovlar vaqtida bo'lsa bo'ldi. Bundan keyin balkon qismimizga o'tamiz. Balkon qismimizni ko'rishingiz mumkin. 3 ga 1 holatda ekan, ancha kichkina holatda. Xo'p, manzilga, orientirga, ya'ni mo'ljalga keladigan bo'lsak, manzil Angren shahar Kalsonni shundoqqina oldida Teremok kafeni orqasida joylashgan uyimiz. 3-qavatda turibmiz hozir. Ko'rib tursalaringiz bo'ladi. Endi narxlarga keladigan bo'lsak, narxlar qanaqa, nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bu uyimizga uy egalari $20,700 narx so'rashyapti. Bank orqalimi yoki bo'lmasam naqd pul orqalimi farqi yo'q, bemalol kelib turib savdolashib, baraka qilsalaringiz bo'ladi. Bir xonali kvartirani Kalson atrofidan qidirib yurgan tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, videoni ularga jo'natib qo'ying.